Arazında ikinci terimi başladı yine tarafımızı geleveresler. Yine hazır dibine üzüp çıktık bunu. İkinci terim tarvuz. Yep mazasını göremiz bunu. Zor, çiğdesi zor. 3 hektariye tarvuz ektik. Bana 3 yıl oldu ifada firması bilen işleymen. İfada firması darıları zor eken iş yaptırdı. Onu aldım. Haşarat düşüp tarvuzda uncha yaxshi bo'lmaydi. Hozir zor. Effekti zor. Hurmatli bu arkadaşlar, mana shu dehqonlar menga bundan 3 yil burun tarvuzni kasallik, zarar kurandalar bilan zararlanish to'g'risida menga xabar qilgandi. Shuni ishlab berishga, shu kasalliklardan qutulish uchun qanday preparatlar qo'llanish to'g'risida menga murojaat qildi. Keyin kelib biz mana shu dalalarda ishladik. Mana shu dalalarga avval unib chiqqandan keyin gektarga 2 litrdan ifopozini, 2 litr Anka Super ishlab ham hasharotlarga qarshi Entalucha, Entasplan preparatlarini qo'lladik. Keyin kasallanish paydo bo'lgandan keyin Zerox 2 litrdan gektariga Zerox 77.05 litrdan ishladik. Tugib gullab hosilga kirgan vaqtda Ifakalipos 2 litr, Zerebra Agra 500 gramdan qilib gektarga ishladik. Mana tarvuzlari, hosillari, ko'ngillari to'q, tarvuzlar palaklari, ekinlarida kasallik, zarar kurandalar kuzatilmayapti. İkinci terimini boshlagan, mana ikinci terimida ham tarvuzni o'zlari hozir nimalari ko'ngli to'q hosilidan yana ifoda kompaniyasi bilan ishlashga mana o'zlarida ham ishtiyoqlari baland.